Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, bo'g'oz sigir xunajin ishqibozlari. Mana bugun Sobir akam xonadoniga 10 ta bo'g'oz sigir xunajinlar keldi. Xudo xolasa shularni qisqacha obzorini qilib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bitta tuqqan, ikkita tuqqan bo'g'oz tug'magan xunajinlar keldi. Xudo xohlasa shularni hozir sizlarga yaqindan tanishtirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan uzr so'ragan holda xato kamchiliklarimizni kommentariyaga yozib ketasizlar. Xudo xohlasa to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi mana shu bitta tuqqan ikkinchi qoringa 5 oylik bo'g'ozimizdan boshlaymiz. 4 oyga beramiz. Oldidan bo'ylari 1.30 atrofida suti bor. 5 oylik bo'g'oz 4 oyga olaverasizlar. 4 kurak. Narxi 20 million, ozgina kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab 12 ta respublika viloyatga qolganini kelishamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'yi oldidan 1.30 atrofida, orqasidan 1.35 bo'lsa kerak, balandroq. Toza shvet so'raganlarga yoshidan. Ikkinchi molimiz manaqa. Manaqa shvetimiz. O'ta suvaylik, o'ta tig'doridan so'raganlarga. Bu ham bitta tuqqan, ham suti bor. 4 kurak molimiz. Oldidan 1.25 atrofida, orqasi o'ta baland, mana kamalayni so'raganlarga. O'ta yuvosh. Yeb ichishlari, kasal-kusali xudo xohlasa 100% garantiyali. 5 oylik bo'g'oz. Bir kun ham kam emas, olaverasizlar bemalol. Bugungi kundan hisoblab qo'ysanglar 5 oyda. Narxi 19 million 500 ming so'm, ozgina xayri bor. Dastavkamiz vodiy bo'ylab mutlaqo besplatni. Qolgan viloyatlarga kelishlar dastavkasi. Manaqa savaydi tozasidan birinchi qoringa o'zim sigir qilib olaman, yuvoshidan deganlarga. Bo'ylari oldidan 1.17, 18 atrofida 1.17 ga olaverasizlar. 1.16 ga olinglar. O'ta chandirli, o'ta parodasi kuchli molimiz. Narxi 18 million 800 ming so'm, ozgina xayri bor. Dastavkamiz vodiy bo'ylab. Telefon nomerlarimizni eslatib o'tib ketamiz. 93 465 28 27 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Tanlagan molinglarni skrinshot qilib bemalol tashab savdo qilaverasizlar. Uchinchi molimiz 18 million 800 ming, ozgina xayri bor. To'rtinchi molimiz manaqa Eston molimiz. Bo'ylari oldidan 1.20 atrofida 8 oylik. Birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. O'ta go'zal oma, chandirli. Zoti bor mol, xudo xolasa. 4 sonini so'ragan akalarimizga. Narxi 17 million 500 ming so'm, ozgina kami bor. Dastavkamiz vodiy bo'ylab besplatni qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vohadiylarga kartaga Agrobankdan 100% pulini tashab bersa, xudo xohlasa dastavkalarni kelishtirib, molni ham kelishtirib jo'natib beramiz. 17 million yetti oy 2 kurak 10 kam besplatni. 6-chi molimiz Eston xunajinimiz. Bo'ylari 1.20 dan 1.22 23 atrofida 6 oylik bo'g'oz. Fermani moli Eston paroda. 6 oylik bo'g'oz, 1.20 dan baland, 1.23, 1.20 ga olaverasizlar. Hozirda kuraychishi yo'q. 16 million 500 ming so'm kami bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aytgan narxlarimiz muhim emas. Aloqaga chiqib bemalol savdo qilaverasizlar.
7-chi molimiz anaqa bitta tuqqan suti bor, ikkinchisiga bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. 5 oyga olaverasizlar, suti bor. Necha litr, 3 litrmi, 4 litrmi bilmadim, lekin suti bor. Biz soqqanimiz yo'q. Bo'ylari 1.18 atrofida. 4 kurak molimiz, ikkinchisiga bo'g'oz. 16 million so'm ozgina xayri bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zim noldan sigir qilib olaman deganlarga mana qotishga tayyor shvet tozasi. Bo'ylari 1.20 atrofida. 15 million so'm. Ozgina kami bor. Sigir qilib olaman degan xolajonlarga tavsiya qilamiz, opajonlarga. 15 million so'm ozgina kam bor. Aloqaga chiqarasizlar bemalol. Tur. Yana mana bitta tozasi bor. Oqbosh sementalga gibridi. Bu ham qochmagan. Arzon qilib kelishtirib beramiz. Sigir qilib olaman deganlarga bo'ylari 1.15 atrofida. O'ta yapalog'ida. Orqa holatlarini ko'rsatamiz. Korobka. 1 yoshdan o'tgan xonajinimiz. Narxi 14 million so'm, ozgina xayri bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Ketamiz 93 28 27 ga aloqaga chiqsa. Xudo xolasa biz aytayotgan narxlar muhim emas. Savdo qilib olaverasizlar bemalol. Bu 9-chi molimiz. Oxirgi molimiz mana sinaqda 3 ta 4 ta tuqqan sigir. Balki 4-siga bo'g'oz, balki 5-siga bo'ylari 1.25 atrofida. 13 ta 14 ta sut bergan mol. 8 oylik bo'g'oz, 7 oyga olaverasizlar. Yeb ichishlari, kasal-kusali xudo xohlasa 100% garantiya. Molimiz 1 haftadan beri turibdi. Tanish akamizdan olamiz, dehqonni moli. 18 million ozgina kami bor. Sigir qilib olaman deganlarga, uzoq kutmayman deganlarga tavsiya qilamiz. 18 milliondan xayr qilib dastasini qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefonimiz 93 75 28 27 ga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa 10 bosh molimiz kelgan. Manzilimizni eslatib o'tib ketamiz. Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayev 7-maktabda oldida Qo'zgayiga yetmasdan 7-maktabda ro'parasidagi uy. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz bilan o'tkazgan vaqtga rozi bo'linglar. Yana ayamaymiz akalar. Ishlarga omad. Yaxshi qolinglar.